baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Листья желтые над городом кружатся, и желтые на ноги его оставлю. Я лих дом хранит, цветы из песен и снов. Всем моим преданным назло. Вовсе нет бегу. Победа не пророчит, и сильнее проще на мертвом берегу. Qo'shnilar, go'zallik fasli, yilning ilk tongidir olamda asli. Navro'zni xush ko'rgani xush yashar abad, baxtga musharrafdir o'n insonni nasli. Assalomu alaykum, hurmatli Buxoro Olimpiya va Paralimpiya sport turlari tayyorlash markazining jamoasi. Barchangizni kirib kelgan Navro'z ayyomi bilan tabriklayman. Barchangizni oilangizga ushbu Navro'z bayrami qutlu baraka olib bersin. Ushbu tadbirimizni o'tish uchun so'zni markazimiz direktori Husaynali Mahmudovichga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli jamoa, hurmatli kollektiv. Hammalaringiz ko'p bo'lganda xursandman. Mana yaqinda 8-mart nishonladik. 21-mart Navro'z ayyomiga yetib keldik. Navro'z ayyomi go'zallik va nafosat bayramidan biri. Aslida bu bayramlar hammasi ayollar uchun. Ayollar sizlarga rahmat, shuncha xizmat qilyapsizlar. Boshqa qolgan jamoamiz hammalaringizga kelayotgan shu Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Hamma o'yinlaringizga xursandchilik faqat aramasin. Ham yurtimiz tinch bo'lsin. Shu markazimizdan faqat chempionlar chiqsin. Sizlar bu chempionlar chiqishiga hammalaringiz
hissalarimizni qo'shyapsizlar, qo'shib kelyapsizlar. Hammamiz maqsadimiz bir, faqat Olimpiada chempionlari chiqarish. Hammangizga rahmat, yaxshi kutib olinglar. Navro'z bayrami. O'smadan qo'shi qadam Navro'zi olam keldilar. Bir ajib his uyg'onib kuylashib savju ajab Navro'zi olam keldilar. Darhaqiqat Navro'zi olam kelishi bilan o'rtamizga chiroyli qo'shilib, bog'larimiz to'q libos kiyib, dalalarimiz yashnab, qishloq va shaharlarimiz o'zgacha tus oladi. Respublikamizning barcha joylarida bu bayram o'zgacha kutib olinadi.
Endi jamoamizga muchal yoshga to'lgan insonlarni tabriklasak. Zola Rustamovna. Farmon Adildora Barnoyevna. Bu yoqqa keling. Nurlayeva Gulshan Muhitdinovna. Murtazoyeva Zulfuzar Jo'raqulovna. Uralova Qulunur G'ulomovna. Qodirova Dilnoza Rahmatovna. Muqima Nigora Asanovna. Ajiyeva Firuza Azimovna. Jaborova Firuza Asromovna. Ahmad Islamovich. Mahmudov Shahod Sharifovich. Rahmatov Tavallud Ixanovich. Rahimov Mahmud Mironovich. Karimov Ruslan Ardonovich. Kamol Badruddinov Mahmudxon. Qurbonov Naznatidovich. Anod Hakovich. Biznay Mahmudov. Bu yoqqa kelinglar. Bu yoqqa kelinglar. Karaka bu yoqqa kelinglar. Qorong'i. Навруз. Желаем всем счастья, здоровья, самое наилучшее. И, конечно же, отличного настроения, хорошего отдыха. И, конечно же, еще приятного всем аппетита. Итак, начинаем нашу музыкальную программу с песней «Мы желаем счастья». Это прекрасная песня звучит. Только для вас и, конечно же, для наших замечательных гостей. Где моя красотку волной, где подолгу добрую, ждем порой милее. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Давай.
tabriklaymiz. Mo'ljalchilar, bu chog'ga yoshlar bizim bo'lamiz. Bunaqa yoshlar ko'psini ko'ring. Ana shu markazni ikkinchi raqamli yotoqxona, ya'ni Kamchatka jamoasi nomidan hammalaringizni tabriklaymiz. Katta sizlarga bayramlar.
opa singillar qo'shaylar ekanmiz ham nasibamiz qo'shilgan ekan. Ha? 3 soat oldin kelishim noma'lum bo'ldi. Akam bilan xabarlashib qoldik shu. Munis mo'tabar opa singillar uchun bizni kollektivimizni ayollar opa singillarning kayfiyatini ko'tarib beraylik o'shanaga aytdilar. Nasibamiz qo'shilgan ekan. Navruz ayyom muborak bo'lsin. Juda ham katta men kollejlarni, sport inshootlarini ko'pini ko'rganmiz-da, lekin bunaqa kattasini aylantirib chiqdilar hozir. Sizlarga kattadan katta rahmat. Chempionlik ko'paysin. Yangi O'zbekistonimiz gullab yashayversin deganlar birchalari qarsak bo'lsin. Endi birinchi qo'shig'imiz endi 99% ayollar bo'lgan sen aziz va muqaddassan, muqaddas ayol. Rahmat. Telefonni chiroqni yoqamiz. Oshlaring qoyinga gul yoqilsam bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi. Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Asli gurbon ermaklarning borar yeri sen. Rostiyog'on ertaklarning borar yeri sen. Asobatlik erkaklarning borar yeri sen. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Hayolisan odam do'yuz. Shunday go'zal zibolarga ta'zimda bo'lmiz. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen onasan, paronasan menga. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Gohi qarolmaganmiz, goh olisda yurib qoling, so'rolmaganmiz. Yor bo'lib lek, goh do'sting bo'lolmaganmiz. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Endi bu yerda bir qo'shig'imiz borki, kimnidir muchal yoshli ko'pchilik bor ekan, muchal yoshga to'lgan opa-singillarimiz. Mana shu prezident nazariga tushgan, tashkil topgan kollejni eng aktiv ayollari bu yerda mana shu tozaligiga qarab, fayziga qarab endi Mamman degan uyga olgan bo'lib borsa, shu ayolim, kelinlarim qaysi barakani qo'shib turmasa, yerga ish ishlasa yurolmaydi. Million topgan pulga ahamiyatli emas, lekin e'tiborni fayzi ayol kishiga beradi. Shuning uchun sizlarga borganligingiz uchun qani to'lgan
Hay, rasmga tushamaysiz. Xo'jayin rashk qilmaydimi? Yo'q. Asatu meni xotinim rashk qiladi. Oling. Oling. Sog' bo'ling. Kelinglar. Nima qo'shiq ayting? Sho'xidanmi, og'irdanmi? Farqashlaysiz. Tojikcha, o'zbekcha, eroncha farqashlaysiz. Musha to'y bo'layotgan kimlar? Ana shular. Tug'ilgan kun muborak. Qarshilar bo'lsin. Marhamat. Qarshilar. Dileyesin kuvamet, mümkün kıyamet. Bugün şadiyane doğulgan gün mübarek. Dileyesin kuvamet, mümkün kıyamet. Bugün şadiyane doğulgan gün mübarek. Mübarek, mübarek, doğulgan gün mübarek.
Maşallah. Sizga qo'yib qoldim. Toshkentga yetgandachi, ana Malika muhabbati ham tangona oldi. Shunaqa zo'r o'ynar ekansiz. Addushi chin dildan. Shoshmang, pochcham rashk qilmaydi, mana xotinim bor, bo'yni olmasdan. Hech qo'rqmayman, Buxoroda siz, siz Buxoroda. Hayma, Buxoroga. Xotinim Toshkentga. Endi musulmonchilik Instagramga qo'yib olmaysizlarmi? Yo'q. 7 qadam chiqqandan keyin erkak kishi bo'ydoq. Hazır qo'shamiz. Ona Instagramga qo'ymalaring. Ko'rmoq bor-u, yemoq yo'q deydi, eshitganmisiz? To'g'ri aytyapman-da. Pochcham haqiqatan Ro'shan Komilov insofli ekan, xotinini yaxshi ko'rar ekan deyapti. Siz ham eringizni yaxshi ko'rasiz, to'g'rimi? Qarshi bo'lsin. Siz faqat xorazmcha, tojikchalik yoki savremenniy diskotekaga o'ynayverasiz. Diskoteka she'ri o'ynar ekanlar. Bor she'ri, bitta she'ri toping. Ben endi raqsga tusha olmayman. Raqsga tushsam xotinimiz o'ynamayman degan. O'ynating degan, o'ynamayman degan. Qani kim bor? Bular bilan naparniy. Такой дискотечный современный. O'zingiz toping, qaysi bu? Коллектив bilasiz-ku. Eshitdinglar-ey? Akaferuz chiqing. Qarsak bo'lsa, chiqing. Chiqing. Kollektiv so'rayapti. Nega? Qo'rqasizmi? Kelayimdan qo'rqasizmi? Hurmat qilaman. Ketdik. Sizlar yaşarken pochchamga rahmat. Mana ilonni Toshkentda bo'lishdi. O'sha ilonni borganimizda Toshkentda qo'yganmiz. Tushunmasdan kuladi, siz. Kimdir yemak qiladi, siz. Men ozodan. Men ozodaning ilonni bo'lmaydi. Bu ilonmas kobra. Ketdi. Qarshi Seven
farzand bersin. Bu yerda bu konsertga boramizmi, to'yga boramizmi, qayerga borsa qat'iy nazar talablarga muvofiq bola to'y bola degan qo'shiqni iltimos qilishdi. Iloyim hammamizni qizimiz bitta voqea aytaman. Qashqadaryoga bordim. Qashqadaryoga bir ukamiz keldilar. Aka dedi, 5 ta qizim bor, o'g'il farzandim yo'q dedi. 12 yashar buchar to'y qilib beraman qizimga dedi. Shuni to'yni o'tkazib berdim, ancha yil oldin. Yaqindagina qursa yig'lab kelyapti-da. Yig'lab 5 ta qizi bor. Qizini uzatib hammasi o'g'il turibdi bolalar. Navarasi o'g'il bo'lgan. Sunnat to'yiga bordim. To'yda o'yin kulgi shok bo'ladi. Nima demoqchiman? Qizim o'g'ilni farzand bersin. Hozir talablarga muvofiq to'y bola qo'shig'ini iltimos qilishdi. Kollektiv rahbarlari, kollektiv insonlar bash qo'shig'ini bering deyishdi. Hammani qizimi o'g'ilni baxtli saodatli bo'lsa shu qo'shiqni ijro etib beramiz. Qo'shilashlarni yo'q. Siz ne bu yoqqa chiqib oldingiz? Bu yoqqa keling qarang. Sizin niyatingiz yo'qmi? Navaralar o'g'li bersin, qiz bersin, qaymi? Keling. Siz bizga saslab bo'ldingiz. Ben oldum xotinimdan so'rang, siz eringizdan so'rang. Hey! Ruxsat beradim pocha. Mana xotinimcha qiyin ruxsat berish. Lekin men kun kela qolay, Buxoroga ko'chmaysan maqla. Bitta xona berarsiz. Xona bormi? Yo'q. Arendaga pulini beraman. Bola to'y. Qarsinglar. insofli bo'l deydi. Niyatimiz tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, bayramlarga ulansin. Yaxshi kunlarda kelib xizmatda bo'laylik. Mashq Koshona prezidentimiz tomonidan yaratilgan chempionlar, jahon chempionlari yetishib chiqarsin. Xudo xolasa yana kelish nasib etsin. Mana sizlarning kollektiv rahbariyatlariga, hammalariga oilaviy baxt-saodat tilaymiz. Sog' bo'linglar.
Everybody go on it.